Assalomu alaykum, hurmatli surxondaryoliklar. Ayni damda bugun dam bo'lishiga qaramasdan biz yana olis o'lkalarga ayni damda Sherobod tumanining 17-18 Saytobod taraflariga yo'l oldik. Haqiqatdan kelib o'sha juda og'ir mana shunaqa bo'layotgan joylar edi. Hozir qarang, manaqa chiroyli, приятный odamlar, xavfsizligi, tezkorlik va yo'limizni farovonligi. Bu nimadan iborat? Mana shu yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Viloyat rahbarlarimiz hammasi, tuman rahbarlarimiz omon bo'lsin. Buni qaraysiz, qana qancha joy bo'lyapti. Mana Sherobod tumanini chiqarayotgan odamlar endi sal telefonimiz qirraroq telefon, to'g'ri qabul qilasiz, iltimos. Endi qolgan telefonlarimiz ustaxonada yotganligi bois, endi bir oddiyroq telefonga bo'lsa ham olyapmiz. Faqat to'g'ri qabul qilish kerak, buni to'g'ri tushunish kerak. O'sha uchun hamma fikrini to'g'ri o'ylasa juda yaxshi bo'lar edi. Mana shu hammamiz qo'limizni duoga ochib, avvalambor yurtboshimiz sog' bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin iloyim. Mana shunaqa ishlar bo'lyapti. Mana shunaqa ishlarni ham Sherobod tumanida, har bir tumanda bo'layotgan ishlarni misol olib chiqib, yoritib, shu viloyatimizga qancha ishlar ketilyapti, hammasini nima desam bo'ladi, insofli, diyonatli jurnalist, blogerlarimiz bor. O'shalar ham bizga o'sha olib chiqib, o'sha keng ommaga taqdim etib, haqiqatan viloyatlarimizda bo'layotgan ishlarni hammasini ko'rsatsa juda yaxshi bo'lardi. Bunda nima naf deganda, misol xalqimiz haqiqatan o'sayotganini bugungi kunda, ertangi kunda misol mana tashkilot rahbarlarimiz ham ishlamoqda. Hammasi misol xalqimiz uchun. Bu o'zini ko'chasi emas-ku, bu xalqning ko'chasi bu. Shuning uchun ham biz Shohjahon Jamolovman o'zim shu fursatdan foydalanib yana bir bor o'sha tashkilot rahbarlariga va shu yurtboshimizga ham kattakon minnatdorchilik bildiraman va shu Surxondaryo avtoyo'liga ham, Sherobod tumanidagi barcha rahbarlarga ham o'z minnatdorchiligimni bildirib, kayfiyat juda a'lo. Hozir kelyapmiz. Bu juda anchadan beri qilinmagan juda og'ir ko'chalar edi, og'ir hududlar edi. Eng og'ir mana chekka qishloqda mana ko'ringizlar, eng og'ir chekka. Buyog'im odam yashamaydigan hududlarda ham mana shunaqa asfaltlar chiroyli va sifatli qilayotgan har bir rahbariyatga, har bir mana shu sohasidagi xodimlarga va kichik xodimdan katta xodimgacha men o'z xalqimiz nomidan kattakon rahmat aytaman. Chunki haqiqatan o'zim kelib, ko'rib, ustida bo'lib fikr bildiryapman. Misol kimdir uzoqdan turib negativ fikr bildirmasin, kelsin va ko'rsin. Barchaga rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Nasib bo'lsa roliklarimizni hamma joyga tarqatib qo'yinglar. Biroq o'zimni ko'rsatib qo'yaman. Hurmatli xalqim, sog'lik, salomatlik, hammaga tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Charchamangizlar.